Hello everyone. Today's topic is job interview English. Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birga ishga topshirish intervyusi, ya'ni ishga topshirish jarayoni haqida gaplashamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, o'zi biz katta bosqichni yakunladik. Katta bosqichni yakunlash arafasidamiz. Ya'ni qanaqa? Ko'p ma'lumotlarni oldik, kompyuter haqida, biz duch keladigan terminlar haqida va mana shu jarayonlar haqida mana shu darslarimizga bu kunga qadar o'rgandik, bilib oldik. Endi biz nima qilamiz? Endi bundan keyingi darslarimiz it is like this one. Ya'ni nimaga? Ishga topshiramiz, qayerdadir ishlaymiz, qanaqadir o'ringa ega bo'lamiz. Va mana shu ishga topshirish jarayonida biz duch keladigan qanaqadir expectationlar, umuman jarayonlar haqida gaplashishimiz kerak va sizlar bilishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlar bor, guys. Kelinglar shularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Let's start. Okay. O'zi job interview degani bu suhbat degani. Ya'ni nima degani? Ishga topshirish uchun topshiradigan suhbatimiz. Ishga qabul qilinish uchun topshiradigan suhbatimiz job interview deb ataladi. Endi bizdan suhbat oladigan odamni biz interviewer deb ataymiz. Ishga qabul topshiradigan, masalan, men yoki siz candidate deb ataladi. Ya'ni hujjat topshirayotgan shaxs bu candidate hisoblanadi. O'zi umuman testda ham shunaqa. Qaysidir testga topshirsang, siz candidate hisoblanarsiz. Ya'ni candidate bu o'sha shaxs, odamda nima desam, it is kinda studentga o'xshash, like this one. Endi har qanaqa suhbatga boring, masalan, birinchi suhbat davomida sizdan so'raladigan ilk savol and tell me about yourself bo'ladi. Bu o'zingiz haqingizda gapirib bering. It is kind of klassik savol hisoblanadi, klassik so'rov hisoblanadi. Ya'ni birinchi so'radigan savollari mana shunaqa, o'zingiz haqingizda nimadir gapirib bering. Ya'ni nimani bilasan? Shunaqa. Ba'zida bu agar sizni yo'nalishingizga bog'liq, albatta, of course, if you want to be the IT English, the what creative or someone, and it is speak and you should speak in English. Agarda sizlar qanaqadir ingliz tiliga doir odam bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki dasturlash qanaqadir katta kompaniyada ishlamoqchi bo'lsanglar, absolyutno sizlardan ingliz tilidagi suhbat bo'ladi. Ya'ni ingliz tili, o'zbek tilida bo'ladi-yu, no ko'proq baribir sizlarga talab qilinadigan narsa ham ingliz tili. Endi kelinglar, mana shu qanaqa jarayonlarga duch kelishimizni, qanaqa plus minus taraflari bor, shularni ko'rib chiqamiz. Okay, kuchli va bo'sh tomonlar. Sizlardan so'raladigan keyingi savol bu o'zinglarni strength and weakness tomoninglarni so'rash, ya'ni kuchli va bo'shliq taraflaringni so'rash hisoblanadi. Kuchli tomon deganda biz texnik bilimlarni, ya'ni qaysidir sohada professionallikni tushunishimiz kerak. Ya'ni strength, it's kind of strong point, it's your strong point, kuchli tomoninglar. It will be like dasturlashda, it will be in a Python, it will be in a social media, like this one. Bu bo'lishi mumkin qanaqadir dasturlashda, bu bo'lishi mumkin Python dasturi yaratishda, kodlarda yokida social medialarda sizlarning kuchli tomoninglar bo'lishi mumkin. Weakness esa bu bo'sh, zaif tomoninglar hisoblanadi, ya'ni bo'shlig'inglar hisoblanadi. Va suhbat davomida sizlardan so'raydigan mana shu jihat seni what are your strengths and weaknesses deb so'raydi. Ya'ni nima deyapti? Sizlarni bu kuchli tomoninglar va bo'shlig'inglar nimada deydi. Sizlar aytishinglar mumkin strengthsga like I'm a professional in a Python. Men Pythonda professionalman, mukammal bilimga egaman deb aytishinglar mumkin. Weakness esa zaif tomoninglarga I have some problem my English, but in these days I try to solve this problem. Mana shunaqa deyishim mumkin. Menda hozirgi kunda ingliz tilida ozgina muammo bor, lekin men harakat qilyapman bu muammoni yechishga. Shunaqa desanglar bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, nima demoqchiman bu bilan? Weakness tomoninglarni aytdinglarmi? Unga uni yo'qotishga qanaqa harakat qilyapsizlar? Shu jihatiga ham e'tibor beringlar. It is kind of advice and also I recommend that ways. Sizlarga shunaqa yo'l topishni, shunaqa yo'l tanlashni maslahat beraman. Recommendation. It's
endi tajriba va loyihalar. Experience in the background. Experience is endi ish tajribasi. Background endi umuman mana shu sizlarni o'tmishinglar, background o'zi shunaqa ma'noda keladi, ya'ni sizlarni o'tmishinglar, kim bo'lgansizlar, o'tmishda nima ish qilgansizlar, umuman biliminglar qanaqa, mana shu narsa background hisoblanadi, ish tajribada experience hisoblanadi. Xo'sh, endi agarda avvalgi ishimiz, loyihalarimiz haqida so'rashsa, bu bizni backgroundimiz hisoblanadi. Boya aytganimdek, pastdagi in the past haqida gapirsa, bu background haqida so'ragan bo'ladi. Ya'ni qanaqadir o'tmishdagi professional tajribalarimizni bilmoqchi bo'ladi bu orqali. Endi agarda o'z tajribamiz haqida gapirganimizda experience so'zidan foydalanamiz. I was responsible for designing the database. Men ma'lumotlar bazasini loyihalash uchun mas'ul shaxs edim. Yoki I contributed to the mobile desktop development. Yoki men mobil ilovani yaratishda o'z hissamni qo'shganman. Like this one. Mana shu so'zlar, mana shu iboralar sizlarga plyusga ishlaydi. It's kind of experience. Sizlarni boshdan kechirgan holatinglar, jarayoninglar, ya'ni ko'rgan tajribalar gapirish bu sizlar uchun plyus bo'ladi har doim. Endi kutilayotgan maosh, the salary expectations. Bunda nima bo'ladi? Bizda lug'atlar bor. Compensation package, ya'ni oylik plus qo'shimcha bonus, sug'urta. Ya'ni aytaylik, oylikka CV yo'q, CV, not CV. Sorry guys. Bunda oylikka qo'shimcha bonus beriladi. Qanaqa sug'urta qilib berish mumkin yokida bu asosan chetda nimalarda bo'ladi. And the gross, the net soliqlar yoki soliqsiz maosh yo soliqlarga olinadi yoki soliqga olinmaydi, o'zinglar qo'linglarga beriladi. Mana shunaqa bo'lishi mumkin. Endi bu nimaga kerak? Nima sababdan biz buni o'rganyapmiz? Masalan, sizlardan so'raydi. Masalan, qanaqadir kompaniyada ishlayapsiz ko'pincha oylik umumiy compensation package haqida so'raydi. Va mana shu jarayonni umuman agarda biz maosh haqida gaplashganimizda faqat bitta raqam emas, balki umuman ma'lum bir range, ya'ni oraliqni aytishimiz ingliz tilida eng to'g'ri strategiya hisoblanadi. Ya'ni aniq bitta son o'rniga qanaqadir masalan, meni oyligim 3 million bo'lsin, 10 million bo'lsin, 1 milliard bo'lsin emas, lekin buni qanaqadir oraliqdagi range haqida aytsak, ma'lum bitta range qilib aytsak, bu yaxshi way hisoblanadi. Positive closing, ya'ni pozitiv yakunlash. Ish jarayonida o'zi umuman suhbatga borganimizda nafaqat suhbat, balki hayotimizda pozitiv bo'lish bu it is best way to live. Yaxshi yashash uchun yaxshi yo'l hisoblanadi pozitiv bo'lish va positive closing bu yakunlash hisoblanadi. Pozitiv yo'lda yakunlash. The confident and the closing thanks interview that reinforces your interest and leaves a strong lasting impression of the professionalism and the thorough preparation. Bu nima deyapti? Ya'ni sizni intervyuga, suhbat oluvchiga rahmat aytishingiz yokida o'zingizni kuchli taraflaringiz bilan chiqib ketishingiz bu normal yakunlash pozitiv closing hisoblanadi. And the final message, oxirgi xabar. Message deganda biz xabarni tushunmasligimiz kerak. Oxirgi signal, oxirgi harakatimiz desak ham bo'ladi. Bu o'ta muhim. It is the important thing. It is the vital also. And confidence strengthens the career opportunity outcomes. Ishonch, ya'ni confidence supported by preparation and clear communication help candidates to present their strengths effectively and successfully turn interview into meaningful career opportunities. Ya'ni ishonch bu shu darajada muhim narsaki, suhbat jarayonida o'zingizga bo'lgan ishonchingizni ko'rsata bilish bu juda muhim hisoblanadi. Siz mana shuni o'zingizga uverin bo'lib boring, qanaqadir sohada professionalsiz va uverin bo'lib boring, siz uchun hamma eshiklar ochiq. Yes guys, it is big thing. Bu muhim narsa. Okay, that's all guys.
Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Bugun уже biz nimaga qo'ydik, suhbat qanaqa bo'lishi, qanaqa muhim jihatlarga e'tibor berishimiz shular haqida gaplashdik. Endi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joylarni ko'rib chiqdik va bundan keyingi jarayonlarda omad, ya'ni ish yilida qanaqadir kasb, intervyu topshirib sizlar suhbat bo'lyapti. Bu jarayonda o'ylaymanki, ishonchni eslaysizlar yokida positive closingni eslaysizlar. Mana shu jarayon sizlarga I think it help you guys. Bye.